Assalomu alaykum hammaga. Bu bemorimizni Anvar aka L4L5 bel sohasida griji 1 sm dan oshiq chiqqan, o'ng taraf oyoq nervini siqib qo'ygan. Ko'rishingiz mumkin. Bularni lechениясini boshladik. Suv bilan mendan ham baland ekansiz, aka. Bojashtiring. Voy, ochilib ketdi aka. Bismillah. Yana bitta. Shunaqada xudo xohlasa tezlik so'rilib ketadigan holat, chunki gidrofilniy holatda turibdi grija. Vodachi ezganda boru. Mana shu tochkada bor. Demak, sizda tepadan tushgan og'riq mana bunday kelyapti, to'g'rimi bunda? Mana shu kecham. Mana shu joyda og'riqlar bor, to'g'rimi? Joyini topib Keling. Budan tashlaymiz. Bo'sh qo'ysa bo'ladi, qo'ysa. Voy, dahshat ochildi. So'ng joylariga. Bo'yanmalar kushetkadan oyoq chiqib ketadi. Hop, bo'sh qo'yamiz, nafas oldi. Bojashtiring. Zo'r. Yengillashdingizmi aka? zo'r bo'ldi. Mana og'rimadimi hozir? Lazım iğnege tushganda. Azizga chaqqanday bo'ladi. Buni olmadingizmi hali? Yo'q, buni olmadim. Muskularingizni ko'rasiz, anaqa sakrashini bo'lib anaqa qilyapti. Nimani hisobiga? Bu magnit, intensivniy magnit. Xo'sh, bratim qalay bo'ldi? Qo'yib yubordimi og'riqlar? Og'riq kamaydi. Kecha e'tolmay qo'yish, bellatib qo'ydi. Hozir yurishingiz ancha yengilmadi. Yurib bu yoqqa, bu yoqqa, bu transiz bor edi. Mashalloh, ko'z tegmas. Sizga xudo xohlasa tez inshaalloh so'rilib ketadigan holat aka.